Xo'sh, Ruslan o'g'li Anorbekda. Bizdan rassrochkaga, ya'ni bo'lib to'lashga elektrovelosiped, skuter olyapsiz, to'g'rimi? Yangi 2 akkumulyator bilan, правильно? To'g'rimi? Xo'p. Shartlari 20 hafta 5 million to'lash sharti bilan besperda plata. Siz rozimisiz shu shartga? O'z roziligingiz bilan. Xo'p, endi birinchi qo'ygan shartnomangiz bo'yicha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qachonki mana shu 20 haftalik 5 minglik to'lovni to'lab bo'lmagunicha velosiped sizni shaxsiy mulkingiz hisoblanmaydi va arendaga haydab yurgan inson sifatida bo'lasiz. Qachon 20-haftalik to'lab bo'lganingizdan keyin, 20 jumani to'lab bo'lganingizdan keyin 1 rublga sotib olish huquqiga egasiz. Endi ikkinchi shartnoma bo'yicha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, avvalo bizning dogovorimiz siz bilan ichimizdagi dogovorimiz Alloh qo'lida sof. Sabab biz sizga aytilgan narxga siz rozi bo'ldingiz, to'g'rimi? Sizga hech kim majburlagani yo'q. Demoqchimanki, chatizdan bir ma'lumotlarni o'chirib yuborishlik, bizdan uzoqlashish, yo'qolib qolish, shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, sizni Rossiyadan, Moskvadan va Qirg'izistondan topib jinoiy javobgarlikka berib, pulimizni undirib olishga haq huquqimiz 100% bor. Tushunarli? Shuning uchun nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar bizdan uzoqlashmaysiz. Pulim bo'lmasa telefon qilib, aka pulim bo'lmadi, bir hafta tanaffus berib turinglar yoki shunaqa vaziyat desangiz, biz sizni har doim tushunamiz. И prosent oshish ehtimollari kuzatilmaydi. Tushundingizmi? O'sha pulni to'laysiz. Demoqchiman, shu uzoqlashmaysiz, yaxshi kunlarga nasib qilsin, yaxshi daromadlar qiling. Fikrlaringiz bo'lsa bemalol. Kelingizlar, sizlar doimiy galamizlarga yaxshi ekan, jamla beribdirkan. Sizga yoqdimi? Yaxshimi shartlar? Men meshtat etib turgan, bellikdan keldim. Gap yo'q. Omadingiz bersin.